Bu videoni Instagramga joylashdan oldin onamga ko'rsatgandim. Onam bu videoni umuman qo'ymagan, meni sharmanda qilmagan, bu oshxonaning bu ahvolini ko'rsatmagan hech qachon. Ammo mendan yomon bo'lasan degan gaplarni eshitdim. Mayli, borini bordek ko'rsatish kerak dedimda shartda qo'ydim. Men ham ataydan bunaqa holatga kelib qolsin demadim-ku. Yarim gektarda yarimchalik keladigan hovlida o'tirish sigir buzoq 2 yosh bola bilan o'zi bo'ladimi? Yoki bu meni bahonammikin, o'rtoqlar? Nima qilay, qanaqa qilib bu darajaga kelib qolganini o'zim ham bilmay qoldim. Lekin qanaqa qilib bu darajadan ideal darajada tozalashni bilaman. Videoni oxiriga ko'rsanglar, sizlarga ham o'rgatib qo'yaman. Bismillah deb hamma idishlarimni to'plab qozonga suv quyib, shaqillatib qaynab shu serfadan solib hamma idishlarimni yuvib tashladim. Bu serfani ichidan xaridingiz uchun rahmat degan menga tashakkurnoma chiqdi. Men ham senga rahmat dedim deb yuvishni davom etdim. Bu serfani idishlarimni oqartirganini ko'rib, ishlatmayotgan idishlarim ham qachondan beri turgan chang bosib turgan idishlarim ham hammasini yig'dim-da. Oxirida qarasam, bir sovri idish yuvibman o'rtoqlar. Idishlar tugadi. Endi oshxonaga navbat. Oshxonadagi shkafda hamma bor narsani o'rtaga to'pladim-da, barchadan idishlarni tozalab, yig'ishtirib chiqdim. Keyin tepalardagi korobkalarni ham uyolib qildim. Qaytgancha bu quruq korobka emas, ichida hamma narsasi bor. Yana bo'sh korobkani saqlab nima qilasiz deb o'tirmanglar, o'shaning uchun aytib ketaman. Voy buncha mala desman. Oshxonamni ko'rib biram ko'zim quvnayapti. Bitta men shunaqamanmi yo hamma shunaqami? O'zim qilgan ishimni ko'rib o'zim maqtab o'tiraman. Menga o'xshaganlar bo'lsa kommentariyga yozib ketinglar, bir chaqchaqlashamiz.